Yomon obunachilarim, salom. Davlam ekan bu. Navbatlarimga tabriklar. Biz bugun tog'ga chiqamiz. Zahmat, nima? Zaharat. Şurada stokta bile var yani. Şöyle bir tüvete var. Ya so'ramayapti. Biz o stokta ustiga chiqishda reja qildik. 3-chi marta chiqishimiz bo'ladi agar chiqsak. Sonra u to'g'ri chiqib o'tishim kerak. O'tgan safar ham chiqib bo'lgan faqat yarimidan ko'piga chiqqandim. Odam chiqmaydi. Bunaqa orada videolarni o'chirib qo'yaman. Chunki katta video chiqmaydi hech kanalda. Bugun qishloqqa borib varak tursam, varagimni ham juda bo'laman, albatta. Tekrar gapiryapti. Sog'mat. Kanalga abonalik bosib qo'yinglar. Videoda bu tomondan chiqish kerakmidi? Bu tomondan chiqish kerakmi yo bu tomondan chiqish kerakmi? Har doim bu tomondan chiqaman. Men shu tomon xavfsizroq, to'g'risida qizlar bor ekan. Qizlarga beda, pastligidan bor ekan. Qizlar qaytib o'sha yigit yana ma'zur desa naglizm bor. Bugun natijada mashg'ulot video yo'q. Mana o'tgan ketdik, mana chiroqlar. Endi tog'da ustiga chiqamiz. Charchab ketdim. Ketdik dam olganda talishib ketamiz o'g'anacha. Keyin Xordolda bir dam olamiz. Biz hozir qishloqqa ketishimiz kerak edi. Tezroq olmasak dadam qolsa. Shu uchun dalshi ketamiz. Tezroq. To'g'ri ustiga chiqa olaman deb aytolmayman. Bugun tushishga telefonda qiynalishim mumkin. Shu uchun tushishda videoni yo'qmaslikka olishga harakat qilaman. Bitta o'zim chiqmaganman. Chiqib ko'rayapman. O'zim. O'rnisida Xordolga borgan video yo'qmi? Obunachilar Xordolga ketgan holda qushlar ekan sayrayapti. Atrofdan chiq. Kechagina Navruz bo'ldi. Bugun hayitlik. Biz tog'da shuncha joyga chiqib qo'ydik. Ana ketgan joy qoldi. Bu yerga aslo bir o'zlaring kelib ko'rmanglar. Juda xavfli. Dem ko'chamachilar. To'xtashlarim qiladi. Dem qiziqaman. Ko'p joylarga chiqishga. Ba'zan yuqori ketaman. Qaytib kelaman. Bunaqa qobiliyatim bor. Ertaga chiqaman. Qaytib kelaman. Maymun bo'ladi, o'shanga shu tog'li
Chiqib ketyapmiz obunachilar. Ya mana. Yaxshi yerilyapti-ku. Orada video. Orada videoni utsam menga negativ yozmaylar. Xuddi dadam chaqirayotganday bo'ldi menga. Agar bu videoni dadamga birontalaring tashlanglar, o'lib ketaman. Obunachilar, tog'da oxirigacha chiqolmayman. Chunki hangimasiz bitta o'zim charchayman. Ha? Chiqdida tikka. Tog'da ustiga chiqishga qiynalyapman. Men lekin bitta so'zla yigitman. Opa. Chiqaman men dal. O'zi 6 minut 31 sekund. Bugun chiqamiz. Shuning uchun videoni obunachilar chiqib oldik. 10 minutlarda tog' ustiga chiqishga erishdim men. Hayda. Ida ko'l bor, mototsiklet odam ketyapti. Hozir ham shuncha sekundda pastga tushaman. Yuragim tuqirilyapti, chidam olmasam yuragim uchib qolishi mumkin. Pastlarni ko'rsam iloji boricha tezroq ham tushishim kerak, chunki biz qishloqqa ketishimiz kerak. Obunachilar, men pastga tushishga qaror qildim. Chunki dadam hozirlarda kelib qoladi. Kelsalar meni tutga o'ldiradilar. Chunki tog'ga chiqma deganlar menga. Mahkam ishlab olaman. Tushib ketsam o'lib ketishim mumkin. Axir hali 12 yoshman. Hali 12 yoshman obunachilar. Bu videoni agar sizga qizim ko'rsa, kommentariyaga yozib o'tiring. Birdan videoni olib tushmayman, chunki bu yerda tikka joy tushib ketishim yuztalik. Obunachilar, asta-asta tushyapman. Bu yerga o'zi o'tirib olib tushishga to'g'ri kelyapti. Chunki boshqa narsa bilan beran o'tib bo'lmaydi. O'lib ketaman. Endi shu bilan videoni yo'l yarmiga kelgandan keyin yo'qman yoki bo'lmasa turish darsga ketamiz. 11 minut bo'lguncha. Sizlar bilan birga pastga tushamiz. Bu tog' Zafarobod qo'rg'onchasida joylashgan. Kelinglar. 12-dom, 2-podez, maktab tomonidan 40-xonadan. Meni cho'qinglar. Birga chiqamiz. Obunachimiz. Do'stimizdan obunachimiz. Ko'ryapsan. Videoni o'chiraman. Chunki bu yer to'sliq joy. Amal bo'lyapti. Obunachilar, biz pastga tushamiz. 9 minut 35 sekundda tog'ga chiqib tushamiz. Voy hey. Tog'da 3-martasiga chiqdik. 3-martasida men kanalimga olyap.
Sharqonli aylanib ketaydim obunachilar. Videoni yolg'ondan olmayapman. Hech qanday bir taxlanmagan. Buni joylar. Tabiiy hammasi. O'tlardan tabiiy. Pastga tushgandan keyin yoki ana u pushtini olib o'rganib keldim. Obunachilar, mana pushtini olib keldim. Videoni yoqdim. Bitta gaplashamiz, videoni o'chiraman. Keyin esa qayerda borgandan keyin videoni yoqaman. Bir tinchroq joyga. Bemalol yurakkan yo'liga keldim. Pastga shunday joydan tushib, sizlarga kadrlarni ko'rsatib, go'zal joylar bor. Mayibga qilishga orqa tomonda zo'rlekin joylar. Bu tomondan aylanib borish kerak. Bu tomonlarga. Chunki tog' ustidan esa olib o'tish juda qiyin. O'rtalayman deganlarga menga farqi yo'q. Bugun katta kishilar ba'zi chiqibdi bu tog' ustiga. Tushunasizlarmi? Men qishloq bachasiman, bemalol chiqaman. O'zi chist shaharlik bachalar tog' ustiga chiqaman, yarim yo'lga bo'lib qolaman. Charchab qolganga chiqaman, yo'llarim qotdi. Tushamaydim, chiqamaydim. Qishloq bachasi o'rganib ketgan, bundan balandog'iga ham chiqaman men. Mana ertog'iga ham chiqaman men. Qachondir ham chiqib ko'rsataman. To'g'risiga bir safar telefonimni bir joyimga baylab olaman yoki kishidan kameraga sotib olaman. Meni kamera boshimga baylab olaman. Chunki bu tog' ustiga nima desam bo'ladi. Chiqish qiyinda, bitta qo'lab chiqib bo'lmaydi. Bu tog'ga. Uni minut bo'lib ketibdi. Bitta qo'yib bo'lmaydi-yu. 13 minut vazir qo'yib bilaman. Videoni qoldirib. Obunachilar, tushdim tog' ustidan, nihoyat X joylarga ham chiqib oldim. Obunachilar. Bemalol yurakdan joylarga ham chiqib oldim. Tog' ustiga chiqdim. Birontadan gap eshitishim mumkin. Dadam kelgan bo'lsa, tayyorlamayman, gapimni eshitaman. Qishloqqa ham boraman. Yo'q, bani umrda astag'firullah. Tarafga tog' ustiga chiqdik. Mayli, kommentariyaga yozmay ketinglar. Bitta like bilan obuna bo'lmaydi. Iltimos. Bor, 1 yildan beri 99 ta bo'lib turibmiz. Tushishga tushamiz. 100 ta bo'lganini hech qachon ko'rganim yo'q. Tushdik. 98. Tek obunasini aytaman. Obuna bo'lyapti. Nima hammalar bo'lsinlar. Xayr-salomatlik bilan bo'ling. Karamdalik bilan obuna bosib qo'yishni unutmanglar.